hisob-kitobli dunyo bu. Bugun futbol muxlislari ham bir raqamni kutyapti. Afsonaviy Ronaldo 1000-golli sari intilayotgandek. Har bir zarba tarix, har bir gol rekord. Ammo boshqa bir joyda ham hisob ketyapti. U yerda stadion yo'q, muxlislar yo'q, faqat hayot uchun kurash bor. Toshkentdagi klinikaning operatsiya zallari. Neyroxirurg Ahror Yoqubov 9 yilda 4000 ta jarrohlik amaliyotini o'tkazdi. Operatsiya stolida 80 yoshli bemor otaxonni qiynayotgan umurtqa churrasi 7 mmlik teshik orqali olib tashlanyapti. Shu yerda bir haqiqatni aytishni lozim deb topdim. Chunki bir paytlari bunday operatsiyalar ochiq holatda o'tardi va hech qaysi shifokor 80 yoshlilarni operatsiya qilishga jur'at qila olmasdi. Chunki ochiq operatsiya ko'p qon yo'qotiladi va bemorning o'ziga kelish muddati ham ancha cho'zilardi. Deyarli 3 oy reabilitatsiya talab qilinadi. Va bugun aynan shu yerda yuqori texnologiyalar orqali kam invaziv operatsiya atigi 7 mmlik teshikcha orqali butun boshli bemor darddan xalos qilinyapti, umurtqa churrasi olib tashlanyapti. Bir kundan keyin bemorga javob berishadi va 20 kun ichida otaxon to'liq faol hayotga qaytishi mumkin. Ertaga operatsiyadan so'ng esa otaxon albatta men o'zimni yosh yigitdek his qilyapman deb intervyu bersa ajabmas. Ayni shu operatsiya neyroxirurg Ahror To'chiyevichning 4000-chi operatsiyasi sanaladi. Aslida bunday raqam jahon tibbiyotida bor yo'q 2 ta shifokorga tegishli va ulardan biri esa bizda O'zbekistonda aynan shu operatsiya zallarida bemorlarga umid va ishonch berayotgan Ahror To'chiyevichga tegishli. Bu 4000 ta ishonch, 4000 ta hayot va 4000 ta oilaning baxti degani. Aslida bu raqamlar millionlar g'alabasidan ham ustunroq, yuksakroq. Hayotning har bir daqiqasi uchun kurash g'alabasi. Dunyoga tik boqish falsafasiga daxldor. Bularda 4-bilan 5-belonotda disk churrasidan operatsiya bo'lgan bu bemor. Viloyatda operatsiya bo'lgan. Operatsiyadan keyin og'riqlari qolmagan. Kelganda MRTlar bor, operatsiyadan keyin qilingan. Bu yoqda yana boshqadan grija chiqqan. Ya'ni kanal yetarli ochilmagani hisobida o'sha uchun ham og'riqlar qolmagan. Neft atrofi hozir chandiq bo'lib ketgan. Chandiqlardan to'liq tozalab, bu odatiy operatsiyalardan ko'ra sal vaqt oladi, sal qiyinroq. Chunki neft jarohatlamasdan chandiqdan tozalash kerak bo'ladi. Mana bu bitta ezilib qolgan neft olasi, mana bu chandiqlardan ajratib tozalab qo'ydim. Bu grijani elib chiqqan darvozasi hisoblanadi. Grijasi olindi. Hozir yana maksimal tozalaymiz. Disk ichini, ya'ni o'lgan to'qimalardan. Ya'ni disk ichini sog' to'qimalarini olish kerak emas, chunki diskda o'zining funksiyasi bor. Umurtqada amortizatsiya beradi. Operatsiya vaqtida harakat qilinadi, maksimalniy ichidagi sog' qismini saqlab qolishga. Chunki disk keyinchalik u inson o'ziga xizmat qilib berish kerak edi. Oldin ochiq operatsiya qilinganda, men o'zim ham oldin ochiq operatsiya qilardik, unda disk ko'proq tozalanardi. Hozir endoskop kirib kelgandan keyin ichkarini bemalol ko'rsa bo'ladi. Bu kam invaziv operatsiyada. Bu mini invazivniy operatsiya, disk ichidagi o'lgan to'qima bilan sog' to'qimani ajratsa bo'ladi. Qarang, hozir narkozda yotibdilar. Umumiy narkoz emas, beldan pastini o'chirganmiz, bemor o'zi hushida. Bemor bilan bemalol gaplashsak ham bo'ladi operatsiya. Reabilitatsiyasi ham tez bo'ladi-da. Reabilitatsiyasi tez. Klinikada odatda bir kun bo'lishadi bemorlar. Ya'ni operatsiyadan keyin bugun 4 ta bemorimiz bor planda. 4 ta bemorni ertaga ertalab MRT qilamiz yana. MRTda ko'raman. Bemorning holati yaxshi bo'lsa, o'zi bir kundan keyin javob beradi. Har qanday zamonaviy yondashuv ortida esa fidoyilik va zahmat turadi. Kimki maqsad yo'lida o'z komfortidan chiqsagina muvaffaqiyatga erisha oladi. Neyroxirurg Ahror Yoqubov yosh bo'lishiga qaramasdan bu borada zamonaviy maktab yarata oldi. U shifokorlik yo'lini Toshkent tibbiyot akademiyasidan boshladi. 2017-yil Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi neyroxirurgiya bo'yicha yosh ordinator. Amaliyot, mas'uliyat va tunu kun deyarli klinikada yashash. Ilmga intilish uni dunyoga olib chiqdi. Germaniya xalqaro grant sohibi. Janubiy Koreya zamonaviy neyroxirurgiya maktabi. 2019-yildan esa qahramonimiz Amerika neyroxirurglar assotsiatsiyasi a'zosi. Grijezo bo'ldi. Yaxshimisiz, nishsiz? Rahmat, zo'r. Doktorlar rahmat, yana operatsiya qilyaptilar. Bir ukol urgan bir chivin chaqqanda ham bo'lmadi. Hozir o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Zo'r. Tibbiyot rivojlangan ekanmi? Oldin bu gaplar yo'q edi.
Yani kesip, netip, işlemin kalıp korkup kalkan adamlar ha. Buna kalırsa devletimize bir rahmet, prezidentimize bir rahmet. Rahmat sizga otaxon. Beni yaratıp verip koydu. Şu malları okutup 80 yaşa girdim ben. Sog' bo'ling, tezroq tuzalib Salomat keting. bo'linglar, rahmat. Ertaga operatsiyadan keyin yana gaplashamiz. Xudo kalırsa. Aslida qaddini tik tutish, tik yurish bu insonning orzu niyatlariga bog'liq bir tushunchada. Hayotda o'z maqsadlariga erishgan odam qaddini tik tutib yuradi. Agar buni tibbiyot nuqtai nazaridan qarasak, bu bugungi kunda tibbiyot darajasi bilan bog'liq. Qanchalik bu orzular tez amalga oshyapti. Zamonaviy meditsinani O'zbekistonga kirib kelishi umurtqasida muammo bo'lib, yurishga qiynalib qolganlarni bir kunda sog'lig'ini eski oldingi holatiga qaytarib qo'yish imkoniyati bor. Qancha qisqardi masalan vaqt nuqtai nazaridan? Oldin ochiq operatsiya qilinganda uni reabilitatsiyasi ham ko'proq bo'lgan, operatsiyada asoratlar ko'proq bo'lgani uchun eshitgan bo'lsangiz, grejani operatsiya qildirma, yura olmay qolasan degan gaplar bekorga chiqmagan. Chunki bilamiz, bari ochiq operatsiyada xavf ko'proq. Endoskop xavfsiz bo'lgani uchun bugun insonlarning o'zi ham o'ziga o'zi ishonmaydi. Chunki keladi bemorlar bukilib qolgan, yurishga qiynaladi, qaddini tik tuta olmaydi. Operatsiyadan keyin o'ziga o'zi ishonmaydi. Shunaqa davrga kelib qoldikmi? Ya'ni shuncha vaqt bekorga qiynalib yurgan ekanman, operatsiya qildirmasdan, aslida operatsiya xavfsiz ekan-ku deb, ya'ni bemor o'ziga o'zi birinchi savol qo'yadi oldiga. Bugun O'zbekistonda shunday siyosat inson qadri uchun degan. Davlatimiz rahbari ilk kunlardanoq o'sha 2016-yildan boshlaboq tibbiyotni odamlar uchun qulay bo'lishi, ochiq bo'lishi uchun barcha sa'y-harakatlarni ishga solyapti. Yildan yilga davlat byudjetidan tibbiyotga ajratilayotgan mablag'lar hajmi ham bir necha barobarga oshib boryapti. Va prezident har gal kuyinib aytyapti, tibbiyot odamlarga qulay bo'lsin. Shifokorlar tezroq zamonaviy texnologiyalarni o'rgansin, yuqori texnologik operatsiyalar kirib kelsin, odamlar tibbiyotdan minnatdor bo'lsin deyapti. Va mana shu g'oyaning amaldagi ro'yobini o'zingiz shifokor sifatida qanchalik ko'ryapsiz? Men o'zi uzoqdan kelganman Toshkentga. Sharsabz uzoq bir chekka qishlog'idan shunaqa darajaga yetishishga albatta davlatimiz rahbarining oqilona meditsinaga bog'liq siyosatlari juda katta rol o'ynagan. 2018-yilda Germaniyaga ketganman o'qishga, zamonaviy meditsinani o'rganganman. 2020-yilda umurtqa endoskopiyasini boshlaganmiz. Bu davlatimiz rahbarining xususiy klinikalarga katta imkoniyat bergani hisobidan bo'lgan. Ya'ni olib kirgan obорудованиеga soliqlar umuman olib tashlandi. Bu xususiy sektorda o'sishiga olib keldi. Zamonaviy meditsinani O'zbekistonda rivojlanishini ta'minlab berdi. Ahror Yakubovning asosiy yo'nalishi umurtqa endoskopiyasi. Tibbiyotda PSLD, ya'ni umurtqa pog'onasining bel qismidagi kanal torayishi, stenozni endoskop orqali katta kesishsiz bartaraf etish usuli. Yana ham oddiyroq aytsak, umurtqa kanalida nervni siqib turgan to'qmalarni olib tashlash orqali karaxtlikni, og'riqni yo'qotish. Bu usul yaqindagina 2016-yilda Janubiy Koreyada neyroxirurg Dr. Lim tomonidan yaratilgan. 2025-yilga kelib bu yuqori texnologiya bizning mamlakatimizda taraqqiyot topdi. Mamlakatimizda neyroxirurglarimiz tomonidan xalqaro maktab yaratilishiga erishildi. Endoskopik umurtqa jarrohligi nisbatan yangi yo'nalish hisoblanadi. Bu borada maktab yaratish bu insonni o'zini tanlab olgan missiyasiga bog'liq deb o'ylayman. Men o'zim 2 yil davomida Turkiyada tibbiyot yo'nalishi bo'yicha tahsil olganman va O'zbekistonga qaytib kelganman endoskopik umurtqa jarrohligini o'rganish uchun. Ya'ni ustozimiz Ahror To'ychiyevich yonlariga. Hozir yonlarida birga ishlab shogirdlik qilib yuribmiz. Turkiyadan qaytib kelishimning sababi juda ham bir qiziq holat. Aslida 2 yil davomida Turkiyada tahsil olganman va Koreyaga endoskopik umurtqa jarrohligini o'rganish uchun o'zimni ma'lumotlarimni tashlagan vaqtimda to'g'ridan-to'g'ri Ahror To'ychiyevichning emaillari va ma'lumotlari kelgan. Sizni tahsil olishingiz uchun eng qulay sharoit O'zbekistonda va Ahror To'ychiyevich deb kelganlar. Juda ham xursand bo'lib ketganman va to'g'ri o'zimning vatanimga qaytib kelganman. Mana shogirdlikni davom ettiryapmiz. 2 yil davomida oldilarida birga ishlayapmiz. Hozirgi paytda mustaqil umurtqa pog'onasi dischurrasini bartaraf qilish operatsiyalarini olib boraman. Endi bemorni qiynagan endoskopik umurtqa churalarini bartaraf etadigan operatsiyalar uchun Hindistonga, Turkiyaga yoki Koreyaga borish shart emas. Aynan shu yerda o'zimizning tibbiyotning oltin fondi hisoblangan neyroxirurg Ahror To'ychiyevich tomonidan eng yuqori texnologik operatsiyalar bir necha daqiqalarda bajarilyapti. Va eng muhimi biz g'urur bilan aytadigan fakt, aynan shu bizning yosh doktorimizdan Koreyaning, Turkiyaning va Hindistonning manaman degan neyroxirurglari mahorat darslarini olib ketyapti. Va bizning kelgusi intervyularimiz
ana shu faktga isbot. Endi esa jahon neyroxirurglari bizga kelib o'rganishyapti. O'zbekiston klinikalari. Bugun bu yer faqat operatsiya zallari emas, bugun bu yer chin ma'noda maktab. Dunyoning turli mamlakatlaridan shifokorlar PSLD metodikasini shu yerda o'rganishmoqda. Open surgery, after open surgery, Endoskopiya yo'nalishi ham birinchi buni boshlagan domlam Seulda ishlaydilar, doktor Lim. Ular birinchi 2017-yil kelganlar xususiy sektorga o'sha operatsiya qilishga. Ular bilan men 2008-yilda uchrashganman. U operatsiya qilayotganini ko'rib, menda juda qiziqish uyg'ongan. Shu operatsiyani qilishga qanaqa qilib yo'lga qo'ysam bo'ladi O'zbekistonda. Chunki o'sha vaqtgacha 2020-yilgacha hech kim O'zbekistonda qilmasdi bu operatsiyani. So'raganman, qanaqa qilinadi. O'zim hozir laboratoriya ochib qo'yganman. Qo'ydi umurtqasida endoskopni o'rganish, xuddi shu narsani o'zim ham qilganman. Endoskopni o'rganib, keyin 2020-yil bemorlarda boshlaganman. Ochiq operatsiya endoskopda deganda hamma, masalan, men o'zim ham ayamni operatsiya qilganman. Endoskopda qilingan. 2020-yil boshlaganimda qiyinchiliklar bo'lgan, chunki hech kim yo'q, endoskop bilan shug'ullanayotgan, maslahat qiladigan odam ham yo'q. Buni yildan yilga klinika yana ham yangiroq zamonaviy texnikalar olishini hisobiga o'zim ham chetga borib ko'rib, ya'ni endoskopni yana ham yaxshilash, hozirgi holatidan ham ko'ra yaxshilash. 2020 boshlagan bo'lsam 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yil ichida umuman tinganim yo'q. Ya'ni har yili chetga chiqaman, qanaqadir yangilik bo'lsa olib kelaman, chetga chiqaman, yangilik bo'lsa olib kelaman. Shunaqa qilib hozirgi darajaga yetib keldik. Ya'ni bir yilda 1000 ta operatsiya qiladigan darajada. Hello everyone, I'm Dr. Baban. Men mongoliyalik doktor Baban avvalo Ahrorni bugungi yuksak yutuqlar bilan samimiy tabriklayman va unga o'z minnatdorligimni bildiraman. U 4000 dan ortiq jarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli bajardi. Bu shunchaki raqam emas, bu 4000 ta murakkab vaziyat, 4000 ta mas'uliyat va 4000 ta inson hayoti deganidir. Bunday natijaga erishish katta bilim, tajriba va fidoyilikni talab qiladi. Shu munosabat bilan uni yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman va kelgusidagi faoliyatida yana ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Bugun 4000 operatsiyani bajardingiz. Bu o'ziga yarasha maktab degan. Biz tasavvur qilardik, bir paytlar faqat O'zbekistonga chetdan doktorlar keladi, bizning doktorlarimiz o'rganadi, kelsa faqat o'rgatishga chetdan keladi deb o'ylardik. Mana bugun hozir siz haqingizda eshitib, chet eldan doktorlar bizga o'rgangani kelayotganligini eshitib to'g'risi hayratda qoldim. Chunki ko'p davlatlarga borganman. Bitta bo'limning o'zida ham o'rgatadigan laboratoriya, ham realniy operatsiyani ko'radigan sharoit yo'q. Butun dunyoni aylanib, yo'q bu o'sha narsa yo'q bo'lgani uchun xuddi shu narsani bo'limda tashkillashtirganman. Ya'ni bizda laboratoriya bor. Laboratoriyada quyida pazvonashligida o'rgansa bo'ladi. Bir vaqt o'zida kuniga 4 ta 5 ta operatsiya ko'rsa bo'ladi. Bunaqa sharoit rivojlangan davlatlarda ham topish qiyin. Bu ideya o'zimga paydo bo'lgan. Qolganlarga ham xuddi shu narsani o'ylashga harakat qilib laboratoriya ochib, hozir o'qishni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni Amerikadan, Yevropadan, Osiyoning boshqa davlatlaridan operatsiya boshlagan, ochiq operatsiya qilaylik. Endoskopni o'rganmoqchi bo'lgan xirurglar kelib, hozirgacha bir nechtasi o'rganib ketdi. 4000 ta operatsiyani amalga oshirish o'zi emas. Har bitta operatsiya bu bitta odamning taqdiri. Hayoti 4000 odamni sog'lig'ini tiklab, hayotga qaytarishga muvaffaq bo'lgan doktorlarimiz. Bu narsa O'zbekistonda mana oxirgi 10 yilda yana qaytaraman, islohotlar natijasida, prezidentimizni oqilona reformalarni kiritish natijasida eshitsak bo'ladi. Shogirdimiz Ahror Yaqubov O'zbekistonda yetishib chiqqan iqtidorli yosh mutaxassislardan biri hisoblanadi. Dunyo bo'yicha lider. Oldin O'zbekiston vrachlari hammasi chetga borib o'rganardi. Instagram, Facebooklarga post qo'yganimda ko'plar O'zbekistonda shunaqa sharoit bormi, mumkin emas, qanaqasi bunaqa darajaga erishdinglar. Bitta amerikalik vrach kelgan. Har bitta narsani o'zining evolyutsiyasi bordi. Masalan, birinchi ochiq operatsiya qilishgan, keyin lupada operatsiya qilishgan, keyin mikroskopda operatsiya qilishgan, oxiri u endoskopga o'tib kelganda, O'zbekiston qanaqa qilib deydi, ochiq operatsiyadan sirasi endoskopga o'tib qoldi. Oradagi period qani o'tdi, yo'q, yo'qolib qolgan. Qanaqa qilib, chunki bunaqa top darajaga chiqib
qoldinglar. U ham hayronda, chunki Amerikada umurtqa endoskopiyasi endi rivojlanyapti. Sababi juda ko'p bloklar bo'lgani uchun ham частный sektorlarda endoskop Yevropa va Amerikada rivojlanmay qoldi. Bizda davlat rahbari yaratib bergan imkoniyatlardan investorlar foydalanib, xususiy sektor tezroq rivojlanib ketdi. Shuni hisobidan hozir nafaqat umurtqa endoskopiyasi, boshqa sohalar ham xususiy sektorda top darajada qilinayotgan bir nechta sohalar bor. Albatta, bu ocherk bitta shifokor taqdiri haqida emas. Bu zamonaviy tibbiyotning qanchalik rivojlanayotgani, bu yutuqlar inson hayotini qanday o'zgartirayotganligi haqida. Hozirgi kunda O'zbekiston tibbiyoti, ayniqsa jarrohlik tibbiyoti juda jadal rivojlanib bormoqda. Butun dunyoda hozirgi kunda jarrohlik amaliyotlari kam invaziv usulga o'tgan. Nafaqat umurtqada, balki hamma sohalarda, ko'krak qafas xirurgiyasi, yurak xirurgiyasi, ortopediya, neyroxirurgiya sohasida ham kam invaziv, ya'ni ko'p jarohat yetkazmasdan tez kunda bemorlarni hayotga qaytarish. Shu kunda O'zbekistonda 10 mingga yaqin endoskopik operatsiyani amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Bu juda murakkab, yuvelirniy desak bo'ladi. 10 dan ortiq yosh mutaxassislarimiz. Koreya Respublikasida bizning hamkorimiz bor. Mana bugun birgalikda o'tkazamiz. Professor Lim bilan birgalikda. Limni o'zini maktabi bor. O'zini maktabida o'zini asbob uskunalari bilan shu endoskopik operatsiyaning eng zamonaviylarini dunyo bo'yicha lider hisoblanadi. Birgalikda o'rgatib, hozir mana 20 yaqin yosh doktorlarimiz shu sohada ish olishyapti. O'zbekiston shunga darajaga yetdiki, chet eldan kelib bizda bu narsani o'rganishyapti. Arabistondan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Rossiya kelib ular hozirgi kunda o'rganib ketishyapti. O'zbekistonda bu metodikani rivojlantirish shunchalik bo'ldiki, shogirdlar, doktorlar tayyorlab, har bir viloyatda bu narsani tatbiq qilyapmizki, dunyo bo'yicha eng yuqori malakali, yuqori texnologiyali umurtqa xirurgiyasini o'zlarida amalga oshiryapti. Demak, katta shahar markazlariga kelmasa, shu tumanni o'zlarida shunday operatsiyalar bajarilyapti. Viloyat markazlarining hammasiga qo'yilyapti. Prezident tomonidan eng yuqori texnologiyasi uskunalar shu viloyat markazlariga qo'yildi. Mutaxassislar yetishtirildi. Qachon biz o'zbekistonliklar shifo istab, sarson bo'lib chetga borishni to'xtatadi? Aynan shu yo'nalishda yoki to'xtadimi? Bizning soha bo'yicha to'xtagan. Chunki O'zbekistonda o'zida hamma texnologiya bor. Asbob uskuna bor, diagnostika bor, mutaxassislarimiz bor va bu jarrohlik amaliyotlari o'zimizda bajariladi. Hozir umurtqa pog'onasi xirurgiyasi O'zbekistonda dunyoda oldingi qatorda. Maktab yaratildi. Maktab yaratildi. O'ylaymanki, yana ham rivojlanadi. Millionlar hayotini nogironlikdan saqlab qolgan shaxsan yangi uslubning asoschisi koreyalik professor Dr. Lim aeroportdan to'g'ri mana shu yerga kelib, shogirdiga dunyoning 4000-chi operatsiya muallifi sifatidagi mukofotni topshirdi. 4000 dan ortiq operatsiya o'tkazganligi uchun Okay, 10 years ago, so most of the spine surgeon in Uzbekistan. Ahrorni 1 yil davomida 4000 ta jarrohlik amaliyotini muvaffaqiyatli amalga oshirgani bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu nafaqat katta mehnat, balki yuqori darajadagi mas'uliyat, bilim va fidoyilik natijasidir. Men Ahror bilan birga o'tkazgan vaqtlarimni iliq xotiralar bilan eslayman. Jarrohlik amaliyotlariga oid juda qiziqarli va mazmunli muzokaralar olib borganmiz. Ana shu jarayon davomida men o'zim uchun nihoyatda qimmatli va bebaho tajribalar orttirdim. Ishonamanki, Ahror kelajakda bundan ham ulkan yutuqlarga erishadi. Ustozlarni va O'zbekistonni yanada ko'proq g'ururlantiradi. Dunyodagi eng kuchli 2 doktor, biri ustoz, biri shogird. Har ikkalasi neyroendoskopik jarrohlikda dunyoda yetakchi. Mana shu ko'rsatkich orqali O'zbekiston bu yo'nalishda topga kirdi, yetakchilardan bo'ldi. Assalomu alaykum. Congratulations to Dr. Ahror Yakubov on achieving Doktor Ahror Yakubovni umurtqa pog'onasi endoskopiyasi jarrohligi bo'yicha 4000 ta amaliyotga erishgan ulkan yutuq bilan samimiy tabriklayman. Ushbu natija endoskopik kengaytirish jarrohligi sohasida yuksak darajadagi fidoyilik va texnik mahoratni yaqqol namoyon etadi. Bunday katta hajmdagi amaliyotlarni bajarish bemorlarga bo'lgan chuqur mas'uliyat, sadoqat va jarrohlik innovatsiyalariga qat'iy intilishni anglatadi. Sizga kelgusida ham muvaffaqiyatlaringiz davom etishini, tibbiyot olamiga, ayniqsa O'zbekiston va butun dunyo bo'ylab yanada ko'plab samarali hissa qo'shishingizni tilayman. Especially in Uzbekistan and the world. Thank you. Toshkent davlat tibbiyot universitetidagi yoshlar bilan uchrashuv bu bo'lg'usi shifokorlarning yuragida o't yoqdi desak mubolag'a emas.
O'zbekistonda shunaqa Ahror Yakubov kabi professional xirurglarni borligini endi bildik. Bu kishi bizning universitetga tashrif buyurganlaridan keyin ko'p narsalarni o'rgandik. Juda ko'p davlatlarga borib amaliyot qilib kelgan ekanlar. Biz o'sha narsalarni bildik. Nasib bo'lsa, bu kishiga o'xshab, Ahror Yakubovga o'xshab kadr bo'lib yetishishga harakat qilamiz. Butun dunyoda endoskopik umurtqa operatsiyasini atigi 2 kishi qiladi. O'shandan bittasi Ahror Yakubov bo'ladi. Bu kishi O'zbekiston o'g'loni bo'lganligidan biz faxrlanamiz. O'sha gap, tibbiyotdagi sadoqat bu insonlar taqdiri, hayoti va baxtiga daxldor. Avval sal birindadik, hozir qayta yashayib olduk buyda. Yine doktor yürüdü. Bilinmedi Xudo min kardeşim. 2 ayakımda canı yok adı. Vapşı yürüp olmasa. Bir gün operatsiya etadilar, ertagi turzi beradi. Doktorlarımıza katta rahmat. Qo'llari yengilajib, doim bularning umrlari uzoq bo'lsin. Yana 80 yoshga kirgan odamni davolab, yomon ahvolda kelmadim, yana turib o'tiribmiz. Men shunday xursandman. O'zbekistonimiz o'zgarib ketdi. Bunning yurt o'zi hech yerda yo'q. Tinch. Xudodan da prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin. Xiva borsangiz donimiz Parijdan bo'lib ketgan. Gazetlarda kim bo'ladi? Hozir gazetelere adam sig'maydi. Şu Toshkent siteye tuniga girdim. Yeshda girdim, Parijga girdim mekanda benim. Rasmi Parij. Urganchga qarang hozir. Urganchga borsangiz donimiz. Xivani umuman donimiz. Hozir prezidentimiz bir yo'l boshlattı. Yeni bir 50 yo'lina doğru Xiva boradan yo'l Xudo xolasa bitib qoladi. Xudo taolo nazar salgan adam prezident bo'ladi. Men kelganda shu belimni ko'taravermin geldim. Yürüvermi yıkılıp kaldım. Ayakımda can yok edi. Yine 7-8 günde yürüp ben. İşulanı bilimini zorluğundan nereden bolar edi bu bir gepler. Ben bağ gepni aytamam. Bolup durgan gepni aytamam. Ömürlere uzak olsun. Allah'a şu doktorlara rahmet. Haqiqat bugun qaror topdi. Xuddi Sinoning qaytishidek. Asli tib ilmining ilk va ayni manzili ham O'zbekiston.